4-oktyabr O'zbekiston tarixidagi eng qayg'uli kunlardan biri. Ushbu kun xalqning eng ziyoli olimlari va davlat arboblaridan bir guruhi Sovet davrining qatag'on qurboniga aylangan. Taqdir erkalatgan qizlar, yigitlar sohilda sayr qilib atirgul hidlar, xayolchan boqadi g'ozi shahidlar. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Shaxsiy namuna yo'q, chunki ibrat yo'q. Olimlar juda ko'p, bekda fitrat yo'q. Shu sabab majol bor, kuch bor, qudrat yo'q. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Tavallo Qodiri, Jolponlar qayda, Hamzaxonlar qayda, Usmonlar qayda. Og'iz juda katta, yuraklar mayda. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. O'shalar bizlarning bobolarmikan, bizdan o'zlarining topolarmikan. Bizni nabiram deb tan olarmikan. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Qatag'on davr edi, qattol qatag'on, otilib chiqqanni sharqda otag'on. Bugun yuki yengil tuya yotag'on. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar.